Agar sizning tizza bo'g'imingizda menislar jarohati, oldingi va orqa butsimon bog'larning uzilishi, tizza qopqoqlarining travmadan keyingi yoki tug'ma chiqishlari bezovta qilsa, bizning klinikamizda kam invaziv, ya'ni artroskopik usulda davolash keng yo'lga qo'yilgan. Artroskopiya bu tizza bo'g'imlaridagi jarohatlarda katta kesimlarsiz, kichik kesimlar bilan operatsiyani erkin usul davolash usullaridan biri hisoblanadi. Bunday operatsiyalardan so'ng bemorlarimiz 3-sutkadan o'z kasbiga ishga chiqishi va o'zining asosiy ishlari bilan doimgidek shug'ullanib ketishi mumkin. Albatta, bu og'riqlarsiz bo'ladi. Bizning Viomed klinikamizda artroskopik usullar, ya'ni tizza bo'g'im artroskopiyasi keng yo'lga qo'yilgan. Agar sizda sanab o'tilgan muammolar bezovta qilsa, albatta bizning klinikamizga murojaat qiling. Biz sizga yordam berganimizdan xursandmiz. Sog' va salomat bo'ling.